Hammaga assalomu alaykum. Bugun kunimizni boshlab oldik. To'g'risi ertalabdan olomanim shoshilib mehmonlarimizni aeroportga olib chiqib qo'yishim kerak edi. Shuning uchun oldinligisiga borib, hozir mana endi aeroportga olib keldim, ketishdi. Xudo xolisa endi uyga mahallaga yetib olib, keyin yana videolar olaman. Hozir rulda olib bo'lmaydi. Charchamanglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Biz ishga kelib oldik. Umar, nima gap, qalay bo'ldi kuningiz? Hozir biz zavtrush kursdamiz. Kunimiz nejishimiz bilan boshlandi. Nimasi ajoyib, birinchidan bu atmosfera, ikkinchidan tekinga kofe va anaqa beradi. Bemalol o'tirib, zakaz qilib, endi to'rt uy sotganlarga bermasa ham bo'lmaydi. Juda ham hamma narsasi bor. Wi-Fi'lari, ichadigan narsalari. Mazza qilib ishlayapmiz. Nima gap? Hozir chek yozib beramizmi? Bizchi yana bitta. Ya, 5-uyimizni ham bron qilishga kelganmiz. Ha, o'sha bron qilamiz. 5-chi. Mana chek. Nimaligini Kommentariyada tushuntirib beramiz. Hozir tushuntirib beryapti. Servis vashiyat. Da. Mana sal musur bo'ldimi, olib ketishadi. Nimadir yodidan yig'ib ketishadi. Siradi. Da. Juda ham zo'r servis tozalik uchun zo'r muomala qilishadi. Samimiyat qilishadi hozir. Shunaqa gaplar. Mana Maryam ham. Assalomu alaykum. Prosmotrimizni ko'tarib beradigan odam. Ko'proq kadrda bo'lsa. Ha, bo'lmasam prosmotrni oshmadi. Eng kattasi bo'lib chiqqanlarda bo'ldi-da, shuning uchun Ko'proq olishimiz kerak. Shuning ko'proq kadrda bo'ling, Maryam. Hozir Maryam ham eksklyuziv so'kichlarni ko'ramiz. Hatto so'raydi. Do'konda qisqalikda shunaqa qilishadi ko'p. Bu ana so'kichlar. Futbolist. Voy mana bu ana futbolistni so'kichyapti, anaqa narsa yeyapti, somsa yeyapti, eksklyuziv. You still like that? This building is connected to the metro, which is very unique site because usually in Dubai towers connected to the metro directly appreciate 40% faster than any other tower, which is even for your investor. As you can see when you go to the Mocha, we work on the finishing. We are upgrading even the finishing. When you see the brochure, it's different from Mam yoqasiz to'g'ri. Umar nima qilasiz? Ham telefonda, ham Mac'da. Prezentatsiya televizorimizga. Hamma narsani man qilaman buni. Inson prezentatsiyamiz tepaga chiqdi. Bu yoqda Maryam opa klientga uy bron qilyaptilar. Aynan mana shu proyektda. Shu 5-uy xudo xolasa. Shu bu yapılan do'stlar. Do'stlar,
Qaranglar. Kechami o'tgan kuni kelganda boshqacha turuvdi. Mana bu yangi proyektda hozir kirib ketishgan. Mana. Shu proyektini ochilishi bo'ldi yaqinda. Juda ham zo'r proyekt bu ham. Hozir ichkariga kiramiz. Bu yoqqa ham klientimiz kelishgan. Sorry. Sorry. Ichkari qismlari. Qatga ketishgan ekan. Mana, ya assalomu alaykum. Qalaysiz? Podkast qachon Yaxshimisiz? Tuzamisiz? Qilishga, okey. Siz vaqtini aytmayapsizmi? Mana YouTube'ga okey bu ham. Vlog. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzamisiz? Charchamaysizmi? Ular shunaqa gap. Sizlardan oldin chiqdimmi? Sizlardan oldin. Svetlar ozgina pirillayapti. Hozir Sparklezni ko'ryapti, showroomni. Ko'rdik, maketlar ko'rdik. Two bedroomni ham ko'raylik dedik. Bu basic. Small study. Nimadir? Wi-Fi parollanadi. Nima pirillayapti? Nima bu? 1x, 2x faqat 0.5 yo'qmi? Bu ikkita ikki xil proyekt ko'rdik. Bittasi Sparkles, yangi proyektimiz, hali sotuv boshlanmagan. Bu yerda base buildingchi, biznes bo'ldi. Shunda Burj Xalifani yonida joylashgan proyekt. Balkonida shunaqa basseyni bo'ladi. Tak. Umar, nima ish qilyapsiz, Umar? Olib turing. O'zi eshityapti. Nima ish qilyapsiz? Bittada 3 ta ish qoldi. Aha. Klientimiz bilan gaplashaman, oblakani ochib, YouTube загрузка qilaman. Bu yerda esa YouTube skachasi qilib montaj qilaman. Naryoqda klientlar bilan gaplashib o'tiribdilar. Shular ham eshitasiz. Xo'p. Sizlarga Timur akamni tanishtiraman. Bular bizani Nedvishka komandani a'zolari. Timur aka, YouTube kanalimizga. YouTube'gami? Ha. YouTube'da bizlarga hozir tomosha qilayotganlar esa ko'p. Bizlar o'tgan safar qolgan videomizni ko'rib, o'zimizni yana kompostlarimizni Yo, u bizani YouTube, bizlar emas. Blog qilamiz-ku. Ha, yo'q. Ha, o'shancha xohlagan narsani gapirsan. xohlagan narsaga. Ya buni ko'rmadingiz? Yo'q, bunisini ko'rmadim. Bu anna ya bu xohlagan gap emas, ja. Aqlli bo'lish kerak. Короче, umuman hech nimani bekitmasdan qanday bo'lsa shunday qo'yib boramiz. Bu Instagramga qo'yganinglarmi? ha, bu как bizani har kunlik hayotimizda. Mana xullas mana bunaqa deb, men Danubga keldik, hozir so'chamizni kofe sotib oldinglar. Buni tekinga berib. Biz o'zi ertalabdan soch kofe ichmasdan kelaman. Hamma ofisda kelsa, eng zo'r narsasi kofe sop tekinda. Maza qilib ichaverasiz, aylantirib ichaverasiz. Abdulloh Mana kimning kartasi? Maniki. Har kuni shirinlikni ag'dar to'ntar qilib tashlaydilar. Atak qolgani yaxshi. Ha.
Timur aka haqida ma'lumot bersam, Timur aka xullas Dubayda yashillar, Tashkent Market asoschilari. Hozir Nedvishkani. Xullas katta biznesmen. Agar Toshkentda bir mana bitta sho'xlik qilmoqchi bo'lsanglar, yordam berib yuboradi, yaxshi. Joylarni, Har tomonlama bor. biladilar. Yo'q, sho'xlikda emas. Organizatsiya qilib beradilar. Sho'xliklar. Biz anaqa как бы вечеринkalar organizatsiya qilamiz. Agar u kimga misol uchun dengizga chiqib вечеринkaga bormoqchi bo'lsa, dengizdagi yoki klublarga qanaqadir bormoqchi bo'lsa yoki просто qanaqadir заведениyaga borib ichadigan joy emas, просто kalyan chakib, такой ashula eshitib, приятный bir nimalarni ko'rib, qanaqadir interaktiv bilan ko'rmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Lekin biz unaqa narsalardan irodamiz. Jan ko'pirtib yubordilar. Ya, otellar ko'radi. Bir xil otellarga. Hozir bularning gap so'zlaridan Timur aka siz kunduzi boshqacha odamsiz, kechqurun boshqacha odamsiz dedi o'ra. Ochiq oydin degan. Ochiq oydin aytolmayman. Kunduzi imom, kechqurun Ivan. Xullas biz shunaqa hazillashamiz. Bu oddiygina yengil shamol. Oddiy shamoldek qabul qilamiz. Shamoldek qabul qilamiz. Yo, o'zlari yaxshi mushuklar, qo'lni sportsmenlar, trenovkada yuradilar. Ichminlar, chakminlar. Karatis emas, boksyor. И trener hamlar. Kickboxer. Kickboxer. Tekvanistni qarashdi. Tekvanist. Yaxshi tepallar. Yaxshi tepadilar. Umar necha yoshsiz? 23 yil turibdi deganman. Necha? Necha yoshsiz? Keyin keyin mana bular matrovka qilgan yilga yetib borar ekan. Yo'q. Voy. Shunaqa turibga qalasizmi, aka? Lekin foydasi yo'q, Dubayda ishlab yuramiz. Bayt tepasiz. Shunaqa gaplar biz Shunaqa gap. to'xtamayapmiz umuman. To'xtash yo'q. Charchadi odam. Bugunni o'zida biz nima ishlar qilishga ulgurdik. Xo'p, ertalabdan klientni aeroportga, klient emas, mehmon emas, o'zimizga yaqin emas. Aeroportga kuzatib qo'ydik. Nechta? 4ta. Nedvishga boshqa proyektga borib, bitta klientga oplata qildik. Hozir Danub Zastroshkiga kelib, prezentatsiyalarni olib, hozir mana opa bilan orqada gaplashyaptilar. Biz bu yerda ishlarni qilib o'tiribmiz. Syomkalarni oldik. Yo'q, hal. Tak, shunaqa gaplar. Olamizmi videoga? Ha. Ketdimi? Hamma shuni yetib borsin. Bu yerdan sotib olish kerak emas ekan. Tashqarisidan sotib olgan. Foiz qanaqasi bor ekanda? Apple Pay dan foiz oladi. Timur aka qanaqa telefon ishlatasiz? 12 plus. I chiqdi-ku, iPhone i'midi? Mana knopka nima? Chexolda bor o'zi. Chexolda bor, ha? Odamlarga telefon qilish uchun bitta dona knopka. Biz ham shunaqa telefonlar ishlataylik. Meniki 16 o'zi. Kibr qilmaymiz, qandoq bo'lsa shunday olamiz zotingizni. Xuddi shunaqa telefon ushlab menga shunaqa telefonlar olinglar. Birlashamiz. Bizda bo'lardi, kichkina. 16 olmang. O'zi bilasiz-a? Nechi sizniki? 15 Pro mi? 16 da ishlab yurgan bolalarni 15 anaqa problemasini kelib 15 ishlatib yurgan bolalar xalq ketyapti, xolos. Da. Yo'q, lekin 16 olmang. Menga umuman yoqmadi. 05 kamerada bor-ku, qotib qoladi. Bizga Sizniki Max-da, okay. Sizniki katta. bizga 15 Pro, bitta MacBook Pro yetadi. iPad Narada? 13 inch Pro bor. Shu bo'lardi, AirPods Pro bor. Yetadi shu Pro. Ya'ni bitta mikrofon olishimiz kerak. Ko'p gapirmasdan. Mikrofonimiz sizlarda bor, biz olishimiz kerak, Abdulla. Yo, menda ham bor. Font ochinglar-da, YouTube'da donat qilsa bo'ladi. O'zimga olishim kerak. Bitta olish kerak Timur aka, bitta. Yana ham karta nomerimni qoldiraman. Font. Yo, bitta mikrofon oling, bitta YouTube'ga anu bor-ku, kichkina, udobni. yoki Osmo Pocket olgan. O'sha zo'r. Shuni ham ishlamayapti. Uy sotaymi? Olamiz. Lekin zavtrkam qilmaganmiz, qornimiz juda ham. Kofe bilan alab turibmiz-da. Hozir Kofe bilan mana kofe. qattan olish kerak, do'st. Charchamanglar.
Menga ochib bermaysizmi? Lamonga keldim. Davomida ovqatlanish esdan chiqish kerak. Bu yoqda ham skidkalaringiz bormi? Hech kim tanimaydi. Buni men ham tanimayman. Qayerga keldi? Qayerga keldi? Biza assalom degan Ko'r bo'lishdi-yu mana. Nomer 1 lag'monxona. reklama emas. Reklama. Qachon berasiz? Motivatsiya. Reklama emas, bu zo'r lag'mon qilishadi вообще. Biz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Dubayga kelsanglar, kelinglar, ya'ni. Ko'ringlar. Kelishsin, ha? Kelishmasa ketishmaydi. Kelishsin. Dubayga kelsanglar, kelinglar. Приходите, если хотите, не хотите, как хотите. He asked about, Uzbek language. This is same welcome. Taqolinglar, deyaptilar, ular ham turmaydilar. Anaqa Maryam opamga kelamiz. Bittasi qovurma, bittasi suyu bo'lsa. Qovurma. Ha, o'shanchi. Voy, siz voy, sizni holatimisiz? Okay. Anu kamera deylar, odamlar ko'rsa, hamma yo'qda. Ajralib qolasiz. Mana aka. Qarang, bitta suyug'i bo'lsin-da, bittasi anonsi bo'lsin. Nima? Yo, men o'zimni gapiraman, siz emas hali. Maryam opamga suyu. Bo'l. Siz ham nima diring? Ikkita suyu, bitta quyu. Жареный и оно такое. Smiz nima aka? Meylis. Begis? Meylis. Meylis chiroyli ekan. Majlis sabr. Sabrani, majlis. Qanaqa majlis? Qachon keldi? Kultura parklari, торговый центр, maktab, anaqalar, bog'chalar, hamma narsa bor bu yerda o'sha. Biza Lamonxonadan chiqib, endi обучениеga keldik. Shunaqa chiroyli joyda bo'ladi. И bu MR застройщики. MR застройщикini sales ofisi. Shu yerda darsimiz bo'ladi. Borishga harakat qilaman. Narod bular darsda hammaligi. Mana dars bo'lyapti, dars jarayoni. Biz esa nima qilyapmiz? YouTube videolarimiz bor, bilasizlarmi? YouTube bizani emas, boshqa Furkatovni SMM, o'sha Furkatovni SMMD videolarni oblakaga joylashtiryapman, чтобы pamyati bo'shashligi uchun bo'lmasam, umuman pamyati yo'q men MacBookga. Atak mana hamma darsda. Shunaqa gaplar juda ham zo'r joy narod sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Hozir videoni bitta o'chirib qo'y. Mana hamdaqa vxод. Mana. Короче, odamlar juda ham ko'p. Bu Burj Xalifani qurgan застройщик ofisi. Bunaqa joylarda o'tirsanglar ham bo'ladi. Katta bor. Juda ham zo'r, ajoyib joy, короче, bor. Anta kofe tekinga qilib beradi. Anta chiroyli fotozonaga ochilgan joy. Mana ham qaranglar, такой стильный. Wi-Fi bor, вообще zo'r.
realnik. Anaqa uchunda bu chista mazza qilib o'tirish uchun. Odamlar bu yerda kelib oladi, o'tiradi, просто tak gaplashib, klientlar bilan o'tiradi. Bundaqa chiroyli joylar. Bundaqa shaxmat bor o'ynasanglar. Mana bu yerda dars o'tishyapti. Bundaqa katta joyi, tipa kuxnya qilib qo'yishgan. Mana bu yerda uylar bor. Как showroom deb tushunasizlarmi? Просто kam uy emas, no, как образец uchun uy qilib qo'ygan. Shu yerda realni o'tirsanglar ham bo'ladi, o'tirib ishlasanglar bo'ladi, ko'rasizlar. Realda yani uyaladigan joyi yo'q umuman. Mana. Mana. Mazza. Endi bu ishlamaydi, конечно. Детская комната. Детская mana. Hech kim yashamaydi bu yerda, no, tipa qilib qo'yishgan. Mana. Mana bizani anaqamiz yozib ketgan. Zulfiya bizani komandada ishlaydi. Zulfiya yozib ketgan mashina esimda. Chut yozib ketgan. Mana mashinasi har doim saqlanchi bo'lib turadi. Mana. Endi joy yotib olsanglar bo'lmaydi-ku, no, o'tirsa bo'ladi bu yerda. Kiyinadigan joy, garderob, menga ham xuddi shunaqasi kerak bor. Kiyimlarim ko'pligidan elib tashlayman, oyoq kiyimlarimni qo'yman. Xudo xohlasa inshaalloh villam bo'lsa olib qo'yamiz. Bunaqa yopiladi. Ikki taraflama mana. Tipa вообще zo'r, ha? Bunda ochasizlar-da. Bat. Mana sanoziylar вообще zo'r. Bu Umar. Короче, вообще zo'r. To'g'risini aytsam, yashash uchun g'irt как будто kimdir yashayotgandek, kimdir uyida. Imomiyatda ham bor. Sizlarga ko'rsataman. Bu yerda undan ham zo'r. Kuxnyasi, o'tiradigan joyi вообще zo'r. Hamma narsa realniy. Balkon. Mashta kontent olamiz ko'p. Если что. Mana вообще zo'r. Mana санузел. Mana bu детская комната. Ishonmaysizlar, hamma narsa rost ekan. Mana qaranglar, Nike krossovkasi. Kim razmeri bu? Rost ekan, Nike original. Bu yerda ko'p videosi krossovkalar. Menimcha shunaqa ochib turgancha uxlatib ketishgan. Mana sizlarga komnata, даже iPad ham bor. Просто ekan iPad, narod. Bu просто tak emas, просто ekan iPad qo'yib qo'yishgan bular. Zaradkasi yo'q. Ну, rost ekan iPad. Pul ayamasdan qo'yib qo'yishgan, просто iPad. Popkalar, g'irt odam yashagandek. Mana bitta yonibda iPad turibdi. Просто tak qo'yib qo'yishgan, rost ekan iPad. Ko'rganmisizlar shunaqa narsani? Просто tak iPad qo'yib qo'yishdi. Kameramizni ko'ramiz, endi ketdi, davom etamiz. Bu yerda laundry room, menimcha anaqalarni aniq qiladi. Bu yerda kiyim iladi, по-моему. Bu yerda kir mashina, mana bu yerda санузел ekan. O'zini dushovoyi bilan. Bu yerda ofisni такой эксклюзивный, серьезный joy. Hamma narsasi bor bu yerda. Smak, hamma narsasi bor. Bitta shkaf, bitta man, bitta mana anaqa yotoqxona. Такой zo'r qilib qo'yishgan, balkon. Kirish yotoqxonaga. Mana bunaqa ikkitali. И душевой vanna. Voy, mazza bo'lsa kerak, tipa dushdan chiqib olsizlarda, o'zingizga xayrisizlarda.
Hayotda xursand bo'lib, nima uchun chiroyliman. Yo, deysizlar keyin chiqib, tak, nima kiyim kiyamiz bugun? Pijamani alishtirib olib, srazu uxlab turib, короче, chiqib, PlayStation o'ynab, chiqib, tak. Bugun nima ovqat yeymiz deb borasizlar, primer hamma xonalar ignor qilib. Tik borasizlar, o'tirasizlar stolda. Rolton qilasizlar, nariyoqqa borib olib, yeb o'tiraverasizlar. Bitta anaqadan qo'yib qo'yasizlar. Проигрывательlar. O'tiraverasizlar, Короче, shunaqa gap. Ko'rasizlarmi, qanaqa imkoniyatlar bo'ldi qo'yishgan Dubayda. Yana bizim uchun syomkaga bu juda ham zo'r. Nimaga? Chunki bu joyda o'tirib video olib ketamiz. Bizga studiya ham kerak emas Dubayda, chunki hamma yoqni o'zi shunaqa bo'lyapti. Shunaqa idealniy va zo'r joylar bo'ldi mavjud. O'shaning uchun ham bu sharoit juda katta, bahona qilib o'tira olmaysizlar. Hamma bu yerda ishlaydi. Hamma ishlaydi. Bitta o'tirishdi. Bizanikilarni o'tirishdi. Odamlar. Hamma ishlayapti, Wi-Fi bor. Короче, shunaqa gaplar. Dars o'tib. Ben anlamaydım. Aldingizmi? O'tib oldim. Anaqada xayrlashuv. Hozir xayrlashasiz. Hali Yo'q, pulga hali borib pulga kelasiz. borib kelish. Siz davom Nima eting. sizchi? Men уже все. Nima ishingiz bor sizni? Biznesniki. Biznesga. Mayli Abdulloh. Timur akani ham qo'shordi bitibdi. Srazi qo'shib, Слишком яркий bo'lib ketyapti. ertaga Qo'shib yapaymi-da? lounge bo'ladi. Trendda. Nima edi? Boshingizda Nike kiyasiz, Polo. Xitoyda tushib ketamiz. Polo astrosh, короче, lounge bo'ladi. Tushuntirib bering, nima u polo? Polo brend. Shu kiyim brendmi, nima brend? Shu Polo har xil ot markazi. Villalar lounge bo'ladi, sizlarga ko'rsatamiz. Ertaga juda ham qiziq bo'ladi. O'sha o'rganyapmiz, ana kechagi video, bugungi videoda ertangi atsilka qilishni. O'rganib oldik. Ertaga qiziq bo'ladi, ertaga Odam ko'p bo'ladi. Sizga iloji boricha yetkazib berishga harakat qilamiz. No, bir-birimizga mana bunaqa nafas ola olmaydigan darajada odam ko'p bo'ladi. Постараемся, но не Fasad обещаем. ko'rsataring, biz ishlaydigan joy shundoq. Ne yaptım? 05'te, 05'te. 15'te Fasad qorong'i orqa. bot. Wow. Lekin bizga oddiy bo'lib tuyular ekan, ha? Qanaqadir? Nega oddiy? Yo'q, menga, Ana sizga. Sheyx Al Maktum. Bu Dubayga sheyxlar. Hozir reket otgan ekan. Bu esa Deyrani sheyxi. Biza hozir Deyraga keldik. Bittasi bilan ko'rishib pul olgani. Yomon bardak joy ekan, bu yo'la. Xuddi eski shaharga o'xshaydi. Shahar emas, ana ko'pchilik bor. Nima deydi? Horizon. Ha. Lekin har bitta do'konlarda yo deganda bittadan o'zbek bor. Mana. Bu Deyra hamma mashqqa kelib telefonlar olib ketadigan joy. Telefon, короче, любой narsa bor. Yog'i. Men pul bor endi mayli. Qovursam $100,000 bor. Lekin alardan taqib ketishadi. Bunaqa gap. Dubai безопасный. Lekin Deyra Dubai emas. Hajga. O'tgan safar qaysi tarafga? Charchamanglar. Kameram o'chib qoldi, cho'ta. Yo'q deganda har bitta magazinda bittadan o'zbeklar bor. Bu yo'lda qonun qoida yo'q-a? Qonun qoida bor. Anaqalar kelib qolsa, politsiya kelib qolsa, Qochadimi hamma? qochadi. O'zlar mahalla bozorlar Qashqadaryolik bespravskiy qochadi. Ha. Shuni qochadi. Dollar, rossiy rubl, dollar. Dollar olamiz. Dollarchilarga o'xshaysa yoki Farqatskiyda ishlamaganmisiz? Yo'q. Men Parkenskiyda ishlaganman.
Qurilishlar ham bo'lar ekan-da bu yerda. Bu yoqqa birinchi marta kelgan odam точно adashib qolsa kerak. Bu hali faqat to'g'rini ko'rsatishyapti biza hali. Bu hali to'g'ridan 100 dan bir qismi. Qanaqasi? Tashqarisi. Ichkarida jinni bozorlari ichkarida. Erta Abu Dabiga borsa anu kiyimni olmaymizmi? Yo'q, menda ham bor edi lekin. Tanib qolishdi. Uy, mana buni qaranglar. Uy. Yo'da lekin shundan orqadan yugurib kelib telefonni ham olib ketib qolishi mumkin, ha? Qoravoylar olib ketib qoldi. 4 ta qadam tashlab yo'q qolishyapti. Ha. O'tgan safar esizdan. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Kamerani o'chiraman. Sababi opasniy rayon bu yoq. Shundan chapga o'ngga qaragunimcha yo'q bo'lib qolishi mumkin. To'rtta bittasi orqadan tushdi, aka. Ana qochib ketib qoldim. Voy, spechka yonib qoldi. Mayli, biz deradan qaytyapmiz. Temur aka bilan ozgina dvijeniyalar bor edi. Mana Burj Xalifa. Chiroyli. Nima gaplar endi Temur aka? Soatlar xudo xohlasa 10:30 bo'ldi. 10:30. Mana ko'pchilik Dubayda mana yashayapmiz-ku. Zo'r hayot, yaxshi pul topadi. Dubayda yurganlar milliontida qilishadi deydi-yu. Bunaqa bor. Mana siz mana kelganingizga qancha 3 oy bo'ldi? Ha. Men kelganimga 3 yil bo'ldi. Bolalarni, odamlarni savolash tog'ayimni bor. Ha, qanaqa savollar berishadi? Seni ham chaqir, bizga ham ish topib ber deydi. Ingliz tilini bilasanmi? Desam, yo'q deydi. Ha. Ba'zi moshina haydashni bilmaydigan og'aylarim ham bor-da. O'shalar ham ish so'raydi-da. Aysan ish bormi deydi. O, Dubayda hamma qanaqadir nima deydi. Sal tilni bilsang ham ish bo'lib ketaveradi yoki sal bir narsani bilsang ish bo'lib ketaveradi deb o'ylashadi. Dubayda mana hammaga aytib qo'yaman. Dubayda ish yo'q. Вообще ish yo'q. Dubayda ish bor, faqat professionalligi. Nimanidir eng zo'ri bo'lsagina ish bor bu yoqda. Misol uchun siz bu yerda yuribsiz, to'g'rimi? Misol uchun siz mana hozir uy sotyapsiz, to'g'rimi? Uy sotish o'shani o'rganib harakatini qilyapsiz. Lekin siz bu narsadan zo'r emassiz. Siz misol uchun mobilografsiz. Siz yaxshi mobilograf, yaxshi SMM'shsiz. Misol uchun o'shaning uchun kelgansiz bu yerga. Hozir siz o'sha ishingizni qilayotganingiz uchun boshqa ish направленияni o'rganyapsiz. Men misol uchun mobilograf emasman. Men anaqa ham emasman, SMMshik ham emasman. Uy sotadigan ham emasman. Lekin men nima deydi, oldi sotdi bo'yicha insonlar bilan gaplashib narsa sotish bo'yicha misol uchun O'zbekistonda ham ancha nima deydi, yaxshi bo'lganman, chunki bozorda katta bo'lganman. Buni olib qarasada, o'sha qanaqadir plusim orqali kelganman. Bu yerda ko'pchilik shu aytishnik yoki ashulachi yoki o'ynaydigan raqqosa, bir nimalar, kimdir doira chaladi, kimdir do'mbira chaladi. Mana shunaqa narsalarning eng zo'ri bo'lgani uchun keladi, mana shunaqa insonlar orasida ishlab yuradi. Mani fikrim bo'yicha, aka, bir hozirgi yoshlar mana o'zini yo'lini topolmayotganlar bor-ku, baribir bitta musofir tilini mazasini ko'rish kerak deb o'ylayman. Mana to'qligi, sho'xligi qilib yurganlar, uydilarini puliga kayf qilib mana shunaqa tegmaydigan odamlar baribir musofirchilikni ko'rish kerak deb o'ylayman. Qarangda, agar uydilarni puliga yuradigan bolalar ham yoki ham uydilarning pul orqasidan kelishadi. Tushundingizmi?
uydan olib kelgan pullar tugaydi. Da. Yana Keyin harakat. ketishadi. Harakat qilolmaydi bu yoqda. Dubayda pul ketkazish juda ham oson. Просто hech narsa qilmasdan mana yashasam, bir oyda prям вообще hech narsa ishga borib, ishdan kelib, uyda ovqatlanib, soch ko'chada u bu narsa yeb qolsam orada 3000 dirham pulim ketadi. Где-то $1000 ga yaqin. $850 endi olib qarasa. $850, $8 pul ketadi. Просто так. Endi undan tashqari misol uchun mashinasi yo'li, mashina arendaga pul beradi. Uy arendasi bor. Hozir bizda turgan uy o'zi $2000 arendasi. Arendaga turasiz. Ha. Agar hozir Toshkentda bo'lganingizda $500lik cho'tki uyda 4 oy turardingiz shu narsaga. Yoki 2 oy rasxod xarajatlaringiz bilan yashirdingiz. Da. Ya baribir hammani o'ziga bog'liq. Rizqi bo'lsa hech gap emas. Rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Misol uchun Harakat qilish kerak. Dubayga kelishinglar bilan misol uchun qaysidir prям nima deydi, yaxshi biznesmen yoki bir yaxshi ish biladigan yoki puli ko'p insonga uchrab qolishingiz mumkin. Misol uchun o'g'il qilib asrab olish. Yoki bir yaxshi biznesini sizga просто berib ketgisi kelib qoladi, ismingiz chiroyli bo'lgani uchun. Har xil narsa. Biz u narsani aniqini aytib bera olmaymiz. Lekin konkretniy harakat qilmasa, Dubay men shu narsani Dubay bilaman. sana tog' emas dedi-yu, shunaqa narsa. Kechirmaydi Dubay. Kechirmaydi, haqiqatan Kechirmaydi. 5 kun uyda o'tirsa, Dubayda sразу любой odam gadoy bo'lib qoladi bu yerda. Ha. Bir kun ishlamasangiz 5 kun minusda. Bir kun ishlamasangiz katta minusda. Ha, to'g'ri. Biz lekin mana bunaqa chiroyli joylarga boramiz, chiroyli joylarni ko'rsatamiz. Lekin uni orqasidagi mehnatchi, uni orqasidagi qancha qiyinchiliklar. Misol uchun siz hozir mashina qilib, nima deydi, videolar olib, bemalol yurishingiz uchun men misol uchun soat kecha 3 da uxlagan bo'lsam, kechqurun soat 7:30 turdim. Shu yurimizda. Da. Ma'lumotdan tako ishlab yurimizda xursand bo'lib. Ertaga ham xuddi shunaqa voqli turamiz. Yana o'sha ish, yana o'sha o'yin kulgi. Inninga вообще-то Abu Dabiga ketamiz. Ertalab 3 da turib, sekin Abu Dabiga boramiz. Yani bitta kichkina narsa uchun borib kelamiz, lekin ish bilan ishimizga kerak bu narsa. Bu ish. Da. O'zi yoqyaptimi sizlarga YouTube mana shunaqa videolar olib yurganimizni? Yoqayotgan bo'lsa, unda bugungi jo'natib, hatto bir like bosib, Поддержка qilinglar. поддержка qilinglar. Biz ham hamma ishimizdan zerikkanimiz uchun emas, просто yana ham qanaqadir hayotimizga takoy mazmunini kuchaytirish uchun. Meni fikrim bu hamma videoga olib yurgan narsalarimizni tarixda. Misol uchun ertaga 5 yil, 10 yildan keyin nakrasda o'sha paytda mana bunaqa paytda yurgan ekanmiz, mana bunaqa mashinalar haydagan ekanmiz. Deyiladigan joylar borligini ham bilardik deb yuramizda. Xudo xolasa. Sekin dengiz bo'yiga takoy o'zimizning plyajli villalarimizda yotib Hammani qo'lik bo'lib o'tiramiz. o'ylagan niyatiga yetkazsin avvalambor. Avvalambor Allohim sababchini qilish kerak, sababini qilish kerak, qolgani bo'laveradi. Men nima uchun harakat qilaman bilasizmi? Mana shu uydagilarim, birinchi o'rinda uydagilarim, ota-onam любой joyga borishganda narxiga qaramasdan mamma deb bemalol narsalar olishligisini, любой joyga borib dam olishligisini O'g'lim kelsa hal qiladi deydigan. O'sha uchun harakatdamiz. Menimcha har bitta o'g'il bola farzand borki, shuni harakatida yurishadi. Biz o'zbekmiz, o'zbeklar har doim misol uchun ota-ona bolasini qanday g'amini yesa, o'zbeklar ham, bolalar ham xuddi shunaqa ota-onasini g'amini yeydi. Harakat qilish o'ta aytdingiz-ku, ota-onam narxiga qaramasdan narsa olishini xohlayman. Shuning uchun biz ham soat vaqtiga qaramasdan ishlayveramiz-da.
12 soatmi, 24 soatmi, 36 soatmi farqi yo'q. Charchamanglar. Yana ko'rishamiz. Xudo xolisa endi telefonda mana qo'lim og'rib ketar ekan bor. Maksimalniy harakat qilyapmiz. Har kunimizni qo'yib borishga. Sog' bo'linglar. Sizlardan faqat поддержка tamam. Hech qanaqa pul so'ramaymiz. Faqat like bukunga jo'natib qo'ysanglar o'shanimizni. Lekin karta nomerlarini qoldirib ketamiz. Sekin. Da. Hozir deradan qaytdik. Men mashinani Astrada qoluvdi. Olib qaytdik. Hozir qornimiz ochib qoldi. Qayerga ketyapmiz? Burj Xalifani tagiga ovqatlanishga ketyapmiz. Shunaqa kiyimlarda. Bizlar esnaymiz, bizga mumkin. Mana bu yerda Qarang yo'lni ko'rsating. Bu sizlar uchun qo'rqinchli bo'lgandir, bu bosish emas. bu yengil shamol. Nechida ketamiz? 20 da ketamiz. Menimcha annaqangi rishon qoralli. Mana bu Yo, просто no bosdim, muammolik bo'ladigan narsa emas. mashina o'zimniki siz. Shunday. Voy, men chiqib qopti. Mashina bizaniki. Voy, nimadir tushib ketdi lekin. Kiring, yopilib qoldi. Voy. Nimadir tushib ketdi. Telefonim ekan. To'xtab olasiz. Grandiozga keldi. Zo'r joy bu ham. Hozir ichiga kirmasa ham grandioz. Unda alohida blokimizda ko'rsatamiz sizlarga. Ichini ham, hamma yog'ini, ha? Anaqani ichidan kirib kelamiz ham, food spotda o'zini. Ha, eshigidanmi? Eshigini ichidan, personal o'tiradigan joydan. Grandioz bir ko'rsatamiz. Ichi zo'r, Wi-Fi'lari bor. Tekin narsa yo'q, no? Bo'laradi. Mana joy. Mana shu qo'yamiz ham. Metro deydi-ku. Ha, yuring. Labirintga o'xshaydi. Mana shundamidi. Ha, mana deydi. Mana любой joyga qo'ying. Yo, kirishiga, mana mashtiydi. Kirishiga to'g'rilayapman. Necha osmi mana mashtiydi. Bittada parkovka qilib beraman sizlarga. Ko'p. 05 olsam bo'lar ekan. Ha? Tekis parkovka bittada. Qayerdan o'rgangansiz? O'zim? Aha. Yo, siz kemasizdan oldin haydovdim. Yo, sizmi deysiz? Men kemasimdan oldin qanaqa parkovka qilardingiz? Voy, esingizda yo'qmi? Voy. YouTube'da o'zingizlar qolib ketasizlar. Boshqa shaharda o'shanda o'rganish qiyin bo'lar ekanda. Lekin o'zim o'rganganman. Xudoga shukr, hozir haydayman. Umuman savol yo'q. Ko'p shu. Ya, anaqa hazillashyapman Maryam pam o'rgatgan. Nima deyishim kerak? Abdulloh akam o'rgatgan. Mashina yuvishni Ya, Abdulloh akam o'rgatganlar parkovka qilishni. Oldin bittada qila olmirdim, ikkitada qilardim. Hozir bittada qilaman. Kutatimi deysiz? Voy, men ba'zim Manga uverimiz berganlar, katta trassalarda hayda olmaydim umuman. Lekin o'sha o'rganib ketganmiz, katta trassalarda haydashga menimcha qiyinchilik ko'p. yaqinda furaga chiqadi u men. Fura haydaydi. Mana bunaqa kiyimingiz zo'r ekan, qayerda olgansiz? Nima mana? Bu anu havo o'tib turishigami? Bu anaqa Zaradan olganmisiz? millionerlarni o'tirish bo'lib. Короче, o'ylab qarasam, bittasi kirib keldi shunaqa kiyimda. Xuddi shunaqa kiyimda. Xuddi shunaqa. Men boshida uni yo'q desam, eng ko'pi o'shanda ekanda. Qo'lida bitta soat.
Rolex soatlari. Mashinani Rolex Submarin Halkiydi qo'lida, yashildan. И, короче, okey, tomni qayerdan oldik desam, ukam day to daydan. Kengina bo'ldi. surkatvardingiz. Ya, o'sha oldimda, короче, mana shunaqa yuribmiz. Ha, siz ham shunaqa yurganingiz bilan sekin Kamarodan tushib kelyapsiz, zato, to'g'rimi? Uxlashimiz yo'q, qiladimi? Planda. Gap Kamaroda emas, gap cho'mchida nishib borligi. Shunaqa skromniy yuramiz-da. Чтобы hech kim bizdan pul so'ramasligi uchun. Da. Zo'r elitniy restoran Burj Xalifani joylashgan. Mana tepaga qarang. Burj Xalifani. Bu kafeni ham o'zimizniki qolganmiz. Yo, o'zimizning kafe, o'zi birinchi kelganimda biznesim maktabda. Biz ishlar xatlashib turamiz. Xuddi men bilan anaqa blogerlar, influencerlar kelyapti deb o'ylab. Hello. Lekin kiygan, kashanni dazganda. Men sizni mobilografingizman-da hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani mayli? Birinchi o'tiramiz-ku, keyin bular olib keladi-ku. Xo'p, hozir anaqani obzorni qilaylik. Assalomu alaykum. YouTube vlog. You know we are vloggers, so we are Reklama, bro. Reklama. advertisement he's saying. Can you bro please? Yeah. Can someone look? As bu kishi Foodspotda o'rnini aksioneri bu. Короче, aksiyasi bor. Boss. Boss. What is your name, bro? Ravshan. Ravshan. Ravshan akani anaqalari. Foodsportlari. Chotga ovqat qilishadi bor. Xamarujnilar ham bor. Bitta turamizmi? Juda zo'r biratlar. Nima? Parda? Parta. Maktabda bo'lar-da. To'xtang, ko'rsatib подписчикlarga. Ya, boricha ko'rsatamiz-da. Nima uyalyapsizmi? Ya, bratlar, uyalolma. Da. Sport restoran. Biz ovqatlanib uyga keldi. Umar tradingchilarga o'xshaysa, nima qilyapsiz? Tugatvoraylik. Tugatamiz. Короче, men hozir spiska qilman nima bo'lishini, yangi $30 Lenini kursda. Only mandan ekspertlik kontent o'rgatiladi. U virus kod bu narsasi. Короче, kommentariyada agar qiziq bo'lsa yozinglar. Hammani ishdan ta'minlayapti Maryam opam. Qiziq bo'lsa eshitib kommentariyga yozinglar. Если что, sizlarga hamma narsani tushuntirib beramiz. Bu absolyutно ekan. Biz naborot sizlarga pul to'laymiz. Ammo esa hozir bitta boshqa narsa qilaman, produkt. Mini kurs. Hangomat soat necha bo'ldi? 1 bo'libdi soat. Seriousно? Va lekin mana son. Yaxshi dam olinglar. Men bo'lsa Ulardim короче. ko'rayotgan videolarni Ulardim короче. montajini qilyapman. Oxirgi montajga shu kadr kerak edi, o'shaning uchun tugatvoraylik deb qo'yapman. Ulardim короче. Sog' bo'linglar, hozir o'zida buni sahranit qilishim 1 soat, YouTube'ga qo'yishim 1 soat. Общий hisobda 2-3 o'zi. Lekin o'zlari uxlanglar, просто telefonni qo'yib qo'yinglar bo'ldi. Qanaqa qilib? Og'ir ish emas, brat. Kameraga 1 soat yozdim, 1 soat yozdiraman. Siz ham maqtanasiz. Mana maqtanib qo'ying. YouTube montajini qo'yman, YouTube. Уже bu nechinchisi? 4-inchisi. 4-kun, 4-montaj. Уже 4 kunda 4 YouTube dars qilardim. Voy, o'zim challenge bo'pti lekin. Siz ayting, mana oxirigacha ko'rishgan bo'ladi. Hozir mana o'tirgan odamlar oxiri-ku. Oxiri. Ayting, hozir kommentariyaga nima yozishsin, чтобы biz yana davom etaylik. Yozinglar, iltimos. Iltimos. Yana og'iramiz. Sizlar uchun Dubayda turib ishlagan Da. iltimos so'raymiz. ili akkauntinglar bo'lmasa ham akkaunt ochinglar. Yaqinlarga taklif. Ili yaqinlarga Chunki Ters- mana shuni anu 3 ta nuqtani bossanglar,
Поделиться bor. Kimdir bolasi bor masalan. Da. Ko'rishsa hayot qanaqaligini, chunki biz har kuni har xil bo'ladi, katta biznes, shu millionerlar bilan o'tirsa ham sizlar uchun olamiz video, o'shaning uchun ham nimaga like bosamiz, like bosinglar deymiz, подписка tashlaylar, там поделиться qilinglar. Nimaga? Chunki ko'proq odamga chiqadi, biz o'ylaymizki, что ko'proq odamlarga полезный bo'ladi. Har bitta prosmotr biz uchun zerkarli, realniy. har bitta prosmotr biz uchun motivatsiya. Da. Chunki men Abdulloh akamga aytdim, yakshanba kuni olmaylik, dedim, zerkarli kun bo'ladi, lekin Abdulloh akam davay bosinglar deb o'tkazmasdan olyaptilar. To'xtamaymiz. To'xtamayaptilar. Motivatsiya beringlar, подписка tashlanglar, чтобы biz davom etishimiz uchun. Xudo xohlasa shunaqa boshladik, bir oy 2 oydan keyin o'zgarishlar, yangi narsalar olib, ko'proq narsalar qoplashga harakat qilamiz. Bye bye.